Assalomu alaykum azizlar. Nuroniy gazetasini bekorga ko'rsatmadim, chunki 15-apreldagi sonida bir chiroyli maqola yozilgan ekan. Do'ko ro'molining qurishi. Qarang, o'zi aslida bu do'ko ro'molining qurishi maqola eskidan o'zbeklar orasida maqola bor. Eri xotinning urushi, do'ko ro'molining qurishi degan maqola bor. Shu bir xil oilada, ko'p oilalarda bo'lib turadi albatta. Ozginagina kelishmovchilik bo'ladi, yana o'tib ketadi. Shunaqangi voqealardan bittasi, qarang, Erkin Vohidovni xonadonlarida ham bo'lgan ekan. Shu Erkin Vohidovni xonadonlaridagi bo'lgan voqeani Erkin akani ayollari Gulchehra Vohidova kitobga tushirgan ekanlar. Shu kitobdan bu yerga maqola chop etilibdi. Shuni o'qib bermoqchiman. Marhamat, eshitinglar. Do'ko ro'molining qurishi o'tgan asrning 80-yillarida yuz bergan voqealar. Kuz qalin shabada esib turibdi. Yakshanba Erkin aka zerikdilar shekilli yoki uydagi yumushlar bilan tinim bilmay g'imirlab yurganimni kuzatdilar shekilli. Onasi kiyining, bir magazin aylantirib kelaman deb qoldilar. Hayron bo'lmadim, chunki bunday taklif birinchi marta emasdi. Bunday paytlarda ayol kishi chunonam chaqqonlashib ketadiki, asti qo'yaverasiz. Ishlarimni yig'ishtirib, zumda tayyor bo'lib chiqdim. Biz boradigan magazin Chilonzor tomonda anchagina to'kin magazinlardan hisoblanardi. Magazin mudiri kelinglar deb Erkin akani quchoq ochib kutib oldi. Uka, qish kelyapti, bir sidr kiyinib olsak degan niyatda kelgandik dedilar. Mudir hushyor yigit ekan, bir zumda kostyum shim, tufli, ko'ylaklar va boshqa engil boshlarni muhayyo qildi. O'zimizga, o'g'il qizlarga loyiq va mos kiyim-kechaklarni, oyoq kiyimlarni xarid qildik. Erkaklar hisob-kitob qilishayotganda bexosdan ko'zim yana allanimaga tushib qoldi. Shuni ham olaylik, adasi demoq og'iz juflagan edim ham Erkin aka bo'lar degan ma'noda ishora qildilar. Xarid qilingan buyumlarni mashinaga joylab, baxtli er-xotin bo'lib uyga yo'l oldik. Haligi ko'zim tushgan matohni olsak bo'lardi-da deb so'z boshlabmanda. Erkin aka indamay mashinani haydab ketaverdilar. Men yana o'sha zarmondadan so'z ochdim. Ayol zoti sira minnatdor bo'lmas ekanda, Pushkinning oltin balig'idagi kampirga o'xshamang-da deb qoldilar. Ayol kishi emasmanmi? Erkin akaning asabiylasha boshlayotganlariga e'tibor bermabman. Hayolim boyagi buyumda. Noyob ekanda adasi, boshqa joyda topilmaydi. Shuncha narsa olganda o'shani ham ola qolsak nima bo'lardi debmanda shunda. Mashina keskin tormoz olib to'xtadi. Tushing mashinadan. Hayron bo'lib qoldim. Erkin akadan mutlaqo kutmagandim bunday iltifotni. Men ham hech ikkilanmadim. Hovurdan tushish o'rniga shartta mashinadan tushdim. Boringda o'zingiz ola qoling o'sha narsani. Erkin aka shunday dedilar u mashinani g'izillatib haydab ketdilar. Ana shundagina qanday voqea yuz berganini, bu ko'ngil xiralikka o'zim sababchi bo'lganimni anglab yetdim. Shuurim shiddat bilan ishlab ketdi. Yonimdan o'tib borayotgan Jiguliga qo'l ko'tardim. So'ramay, netmay unga o'tirib oldim. Haydang uka dedim shoshilib. Qayoqqa so'radi haydovchi. Hayron bo'lib, ana bu mashina orqasidan yuring dedim. Yo'lni tushuntirdim. Faqat undan tezroq haydang, o'zib keting, tez dedim. Haydovchi ortiq surishtirmadi. Bir nafasda aytgan manzilimga yetkazib keldi. Uyga kirgan zahotim kiyimlarni almashtirib, hovli yo'laklariga shalabbo qilib suv sepdim. Gazga choy qo'ydim. Qovun bor ekan, uni vodoprovod suviga chayib, ustidan suvni jildiratib qo'ydim. Darvoza lang ochiq. Bir mahal darvozaxonadan Erkin aka paydo bo'ldilar. U kishiga peshvoz chiqqan bo'lsam-da, sezib turibman. Bir yo'lakka, hovliga, bir menga, ust-boshimga hayron bo'lib qarardilar. Ko'cha tomonda va birortasi na mashina ko'rinadi, Erkin akaday shoir odam ham so'z topolmay qoldilar. Yaxshi keldingizmi adasi? Yangi olingan kiyimlaringizni kiyib chiqing. Men ham kiyaman. Bir bayram qilaylik. Aytmoqchimanki, do'ko ro'mol o'z-o'zidan qurimaydi. Bexosdan oradan qora mushuk o'tdimi, hali ham kech emas. Bu yog'iga uddaburonlik, topqirlik va albatta shirin so'z
najotkor sifatida yetib keladi. Siz esa undan foydalana bilmog'ingiz kerak bo'ladi. Mana qarang, kenayini demak Erkin akaning ayollarini qilgan oddiy bir xatti-harakatlari bilan boyagi narsa Erkin akani eslaridan ham chiqdi. Ham bu qilingan boyagi ishni ko'rib o'zlari ham bunga nima deydi, hayron qolib, o'sha do'kon ro'molni qurishi degan voqea shunday tomon bo'lganidan barcha oiladagilar xursand bo'lishgan. Ayollarimiz albatta bir xilda shunaqa paytlarda shu Erkin akaning ayollariga o'xshab turib, masalan, siz haqsiz, men haqman deb talashmasdan turib, bitta tomon yaxshi yo'lni boshlasa, o'sha yo'lni boshlagan oila doim tinch bo'ladi. Alloh rahmat qilsin hammalarini, mana o'tib ketishdi buyuk insonlar. Qolgan yoshlarga hammasiga umr bersin, oilasiga tinchlik, salomatlikni Alloh o'zi ato qilsin. Rahmat.